Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Elyor aka, yaxshimisiz aka? Rahmat. Tuzimsiz? Rahmat. Haligi sudda sizga guvohlik beruvdi-ku, sizga qarshi. Hop. O'sha bolaman. Hop. Bittasi hali keyingi kirgan. Hop. Chistaga kelgandim, chiqmadingiz. Telefon qilib yubordim degan ekan. Yo'q, men bir joyda edim. Ha, uyda emasmisiz? Yo'q. Sen ko'rishib gaplashib olaylik deb, hali kuni sherik kelgan ekan. Hop. Oldingizga. Shuni men bilmovdim kelganini. 2 kunmikin bo'ldi gaplashdik. O'zini kelgan vaqtim bo'lmayapti. Bugun ishlarni ertaroq tugatib bo'shadim, oldingizga o'tay deb kelsam yo'qolgansizda. O'sha gaplashib olaylik deb. Nurdin akam aytdi. Bocha so'kinmagan ekan, oqlanibdi. Ular noto'g'ri guvohlik berishdilar, videolarni ham ko'rdim. Bo'ldi, endi biz o'sha paytda baqir chaqirdi. Shu noto'g'ri ko'rsatma berib bergan ekanmiz-da sizga qarshi. Uni sizga kim aytdi shunaqa ko'rsatma berasan borib deb? Hech kim aytmagan, endi so'kinilgan joylari ham bormi deyishganda, o'shani prokuror chaqirgan. Prokuror so'raganmi? Ha, o'shanda aytib o'tirganmiz, yoki yozgan, keyin o'qib chiqinglar degan, o'qib chiqqanmiz, so'zim bilan to'g'ri degan, shunaqa qilib yozib bergan deydi o'sha paytda. Prokurormi, ichki ishlarmi? Prokurormi? Ana u prokuraturami uni SQB bank yonidagi? Ha. Ashakka borgan edik. 5 soat vaqtimiz ketgan o'shanda. Kim olib boradi? Uchastkavoy olib boradi sizlarga. O'sha prokuror o'zlaridan ham so'rar ekan deb, uchastkovoylar Sardor aka olib borgan edi. 3-yanvar kunimikin borgan edi. Nimami? Tanishlarmi prokurorni? Prokurormi yo prokuratura xodimimi? Endi o'sha prokuraturaga borib, men to'g'risi aka, bu davlat narsalariga uncha aqlim yetmaydi aka. Ichkariga kirdingizmi binoga? Ha, kirganmiz. Ana ko'tarildi zinadan. Zinadan ko'tarilib 2-etajga chiqqanmiz. 2-etajga chiqdilar endi. Zinapoyadan chiqib sразу qatga chapganmi, o'ngami? O'ngga burilgan. O'ngga burildilar. Keyin qaysi eshikka kirdilaring? O'ng qo'lda 3 ta eshik bor, chap qo'lda bitta eshik bor. Men o'rtadagi xonaga kirdim shekilli. O'rtadagi eshigiga. 2-eshikka. Aka, bu narsalar ko'lamaylikda o'zi bilan ko'rishib gaplashib olsangiz yaxshi bo'lardi aka. Maqsad nima? Maqsad uzr so'rash, misol uchun noto'g'ri ko'rsatma berib sizga qarshi.